Bismillahirrohmanirrohim. Aziz aka-ukalar va opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarlar qissalari ko'rsatuviga yangidan xush kelibsiz. Bu ko'rsatuvda Bani Isroilga yuborilgan yangi bir payg'ambar haqida so'z yuritamiz. Oldingi ko'rsatuv yodimizda bo'lsa, Allohning payg'ambari, katta mamlakat hokimi Davud alayhissalom haqida suhbat qilgandik. U payg'ambar vafot etganida janozasiga juda katta xaloyiq to'planganini aytib o'tgandik. Davud alayhissalomning farzandi Sulaymon alayhissalom ham otasi singari go'zal xulqi, dini, iymoni bilan taniqli bo'lgani va Bani Isroil Davud alayhissalomni qanday yaxshi ko'rgan bo'lsalar, u kishining farzandi Sulaymonni ham qattiq yaxshi ko'rganlari barchamizning yodimizda. Sulaymon alayhissalom hokimiyat tepasiga kelib Bani Isroilga bosh bo'ldi. Alloh taolo unga qushlarning, hayvonlarning tilini tushunish ne'matini ato qilgandi. U payg'ambar barcha jonzotni, hatto chumollarni ham so'zlaganini tushunar edi. Sulaymon alayhissalom hasharotlar, hayvonlar, qushlar, barcha jonzotning tilini bilardi. Sulaymon alayhissalom hamma odamlarni to'plab o'ziga berilgan hukm, o'ziga berilgan katta mulk haqida xabar bermoqchi bo'ldi-da, odamlarni, hayvonlar va qushlarni barchasini to'plab, "Ey odamlar, bizga qushlarning va barcha jonivorlarning tili bildirildi hamda payg'ambar va podshohlarga beriladigan barcha narsalardan berildi. Albatta bu ochiq fazl va marhamatning o'zidir" dedi. Sulaymonning oldiga odamlar, jinlar, jonivorlar, qushlar kela boshladi. Hammasi Sulaymonning huzuriga to'planishdi. Qanday ham katta mulk! Tarixda eng katta podshoh Sulaymon alayhissalomdir. Yer yuzida insoniyatga berilgan eng buyuk hukmronlik bu Sulaymon alayhissalomning hukmronligidir. Sulaymonning huzuriga insujin, qushlar barchasi to'plangan vaqtda har biri o'z o'rnini bilib tizilgan holatda saf tortardi. Insonlardan bo'lgan qo'shin, jinlardan bo'lgan qo'shin, hayvonlardan bo'lgan qo'shin, qushlar ham osmonda soya qilib turar. Bu qanday buyuklik, bu qanday katta podshohlik! Ha, bu Sulaymon alayhissalom mulki, podshohligi edi. Sulaymonga jin, ins va qushlardan bo'lgan lashkarlari to'planib, tizilgan hollarda turdilar. Sulaymon alayhissalom ba'zan yo'llarda ketayotib, chumollarning ovozini eshitib qolardi. Bir yili qattiq qirg'oqchilik bo'ldi. Yerlar qurib qaqshadi. Shunda Sulaymon alayhissalom yomg'ir so'rab, istisqo namozini o'qish uchun hozirlik ko'rdi. Ha, musulmon kishi qanday katta mulk sohibi bo'lmasin, faqat Allohdan duo qilib so'raydi. Yo'lda ketayotganlarida oyoqlarini osmonga ko'tarib, chalqancha yotib olgan bir chumolni ko'rib qoldi. Chumoli Alloh taolodan yomg'ir so'rab duo qilar edi. Shunda Sulaymon alayhissalom ashablariga uylaringizga qaytaveringlar dedi. Ular nimaga ey nabiyulloh deyishdi. Sulaymon chumolining Allohga qilgan duosi yetadi dedi. Ya'ni Alloh bu chumolning duosini ijobat qildi, endi albatta yomg'ir yog'adi. Kunlarning birida Sulaymon alayhissalatu vassalom lashkari bilan dasht va biyobonlar, sahro va o'rmonlarda o'z mamlakatida ketayotganida chumollar vodiysiga yaqinlashib qoladi. Lashkar bu yerda yo'llarida chumollar vodiysi borligini bilmas edi. Shu yerda Sulaymon bir chumolning ovozini eshitib qoladi. Ular chumollar vodiysiga yetgan vaqtlarda bir chumoli "Ey chumollar, uyalaringizga kiringlar" degan edi. Chumoli o'z qavmini ogohlantirib, "Ey qavmim, uyalaringizga kiringlar." Nima uchun? Yana Sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarda
sizlarni bosib yanchib ketmasin degan edi. Kim chumoliga Sulaymonni tanitib qo'ygan? Kim unga Sulaymonning ismini bildirdi? Chumoli Sulaymonning lashkarini, Sulaymonning mulkini qanday bildi? Ha, butun yer yuzi Sulaymon alayhissalomni bilar edi. Sulaymon chumolning so'zini eshitib kulib tabassum qildi. Alloh taolo Sulaymonga bergan bu ne'mat qanday katta ne'mat. Sulaymon chumolning so'zidan kulib tabassum qildi. Lekin Sulaymon bu Alloh taolaning fazli marhamati ekanini aytib, Parvardigorim, meni sen menga va ota-onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga muvaffaq etgin dedi. Sulaymon alayhisalom bu ne'matlarga shukr qilishga muvaffaq ayladi-ya, Alloh taolaga duo qilib yo'lida davom etadi. في كل يوم Sulaymon alayhissalom o'z lashkarlarini, qushlarni, hayvonlarni, insu jinni har kuni tekshirib turardi. Barcha qo'shinni nazoratdan o'tkazib turardi. U o'sha zamondagi eng katta mamlakat sohibi, katta davlatning podshosi. Mana shu sababli har kuni lashkarlarini tekshirib nazorat qilib turardi. Faqat qo'shinni emas, balkim asosiy bosh guruhlarni ham tekshirib turardi. Bir kun lashkarni nazoratdan o'tkazib, navbat qushlarga keldi. Qarasa bir qush o'z o'rnida emas. Bu qaysi qush edi? U Hudhud edi. Sulaymon Hudhud qayerda deb so'radi. Hech kim bilmadi. U qayerga ketdi ekan? Nima uchun o'z joyida emas? Allohning payg'ambari Sulaymon qat'iyatli kishi edi. O'zi uyda o'tirib lashkarini tekshiruvdan o'tkazish uchun boshqa birovni yubormas edi. Aksincha uning shaxsan o'zi ularni ko'zdan kechirib chiqardi. U qushlarni ko'zdan kechirib chiqdi. Sulaymon Hudhudni ko'rmagach g'azablandi. Nega men Hudhudni ko'rmayapman? Balki u mendan beizn g'oyib bo'lguvchilardandir. Hudhudni topsam, agar o'zini oqlaydigan biror uzri bo'lmasa, albatta uni qattiq azoblayman. Agar boshqa bir dushman qo'shinga qo'shilib ketib, xoin bo'lgan bo'lsa, albatta so'yib yuborurman. Yoki u menga o'z uzrini bayon qilib, ochiq hujjat keltirurdi. Bu Alloh yo'lidagi jihoddir. Allohning kitobiga asoslangan davlatni, Alloh taolaga ibodat qiladigan ummatni himoya qilishdir. Ha, qo'shin masalasi jiddiy masaladir. Agar askarlardan birortasi hozir bo'lmasa, qilmishiga yarasha jazolanishi kerak yoki o'z uzrini isbotlovchi ochiq dalil olib kelishi shart. Sulaymon uzoq kutmasdanoq qush qaytib keldi. Hudhud o'z o'rnida hozir bo'ldi. Sulaymon, nimaga kechikding? O'z joyingda bo'lmasligingning sababi nima dedi? Qush, ey Sulaymon, ey Nabiyulloh, men haqimda hukm chiqarishga shoshilma, men senga katta bir xabar, aniq bir xabar olib keldim deydi. Bu qanday xabar? Ko'p o'tmasdan Hudhud kelib dedi, men sen ogoh bo'lmagan narsadan ogoh bo'ldim va senga Saba shahridan aniq bir xabar keltirdim. Falastin Sulaymon alayhisalom turgan joy edi. U qush esa Saba shahridan, Yamandan kelib turibdi. Falastin bilan Yamanning orasidagi masofani bir tasavvur qiling. Bu qush Sulaymon alayhisalomga xabarini tezlik bilan olib keldi. Seni nima ushlab qoldi? Hudhud, senga Saba shahridan aniq bir xabar keltirdim dedi. Ishonchli xabar. U nima xabar? Dar haqiqat men bir ayolni ko'rdim. U ularning malikasi ekan. O'sha yerda bir ayol odamlarga hokim ekan, uning katta taxti ham bordir. U ayol kim ekan? U odamlarga hokimlik qilayotgan Bilqis nomli ayol. Uni katta taxti ham bor. O'sha yerda bir ummat u ayolning hukmi ostida ekan. Buni nimasi ajablanarli ekan? Ey Nabiyulloh, eshit bo'lmasa. Men u va uning qavmi Allohni qo'yib quyoshga sajda ibodat qilayotganlarini ko'rdim. Allohu akbar. Qush Saba xalqini Allohga shirk keltirishini inkor qilib turibdi. Qanday qilib Alloh taolo aql bergan, katta mulk bergan bu qavm Allohdan o'ziga ibodat qiladi? Ular nimaga ibodat qilar ekan? Ular quyoshga ibodat qilardilar. Hudhud
ular Allohga ibodat qilishmaydimi deb Allohga shirk keltirishlarini inkor qilar, ularni shirkidan g'azablanib, axir ular Allohga ibodat qilishmaydimi deb aytardi. Bas ular to Allohga sajda qilmagunlaricha haq yo'lga hidoyat topmaslar. Alloh osmonlar va yerdagi barcha sirlarni oshkor qiladigan hamda sizlar yashiradigan va oshkor qiladigan barcha narsalarni ham biladigan zotdir. Bu xabar Sulaymon alayhisalomga kutilmagan xabar bo'ldi. Sulaymon alayhisalom Hudhudni xabarini aniqlab ko'rmoqchi bo'ldi. U rost gapiryaptimi yoki yolg'on gapiryaptimi? Allohning payg'ambari Sulaymon aniqlamasdan turib har qanday hukm chiqaravermas edi. Sulaymon Hudhudga dedi: "Senga kichkina bir xat yozib beraman. Sen bu xatni olib borib Bilqis nomli o'sha ayolni oldiga tashla. So'ng uni kuzat. Bu ayol nima javob qilar ekan?" Hudhud bu xatni olib uchib ketdi va Bilqisning oldiga tashlab qo'ydi. So'ng Bilqisni nima javob qaytarar ekan deb kuzatdi. Bilqis xatni ko'rib ajablandi. Bu xat qayerdan keldi? Qayerdan tushdi deb xatni ochib ko'rdi. Bu kichkina xatni ochib ko'rsa, unda shunday yozilgan ekan: "Albatta u Sulaymondandir. Xatni yuborgan Nabiyulloh Sulaymon. U maktubda shunday bitilgandir: O'ta mehribon va cheksiz rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Sizlar menga kibr havo qilmay, huzurimga bo'ysingan holingizda kelingiz. Ya'ni Allohga taslim bo'lib, menga itoat qilib kelingiz. Kibr havo qilmasdan Allohning diniga kiringlar, bo'yin tovlamay yolg'iz Allohga ibodat qilinglar." Shunda Bilqis ayonlarini to'plab saroyda xat yuzasidan majlis o'tkazdi. Vazirlar, ayonlar, yaqin kishilar, davlatni mudofaa qiladigan qo'shin rahbarlari hozir bo'lishdi. Ularga nima qilamiz, qanday chora ko'ramiz deb savol qildi. Ular Bilqisni jang qilishga undashadi. Ular dedilar: "Bizlar kuch-quvvat va jur'at matonat egalarimiz. Qanday ishga buyurish sening o'zingga havola. Bas nimaga buyurishni o'ylab ko'raver, bizlar esa senga itoat etamiz." Lekin Bilqis ulardan ko'ra, o'sha erkaklardan ko'ra aqlliroq edi. Bilqis dedi: "Aniqki, podshohlar qachon bir qishloqqa bostirib kirsalar, uni vayron eturlar, aholisining obro' e'tiborlilarini esa xorzor qilurlar. Alloh taolo Bilqisni podshohlar haqida aytgan so'zi rost ekanini ummati Muhammadga xabar berib, ular mana shunday qilurlar deb aytdi." Majlisga yig'ilganlar: "Ey Bilqis, bo'lmasa nima qilamiz? Sulaymon lashkari bilan kelib qoladi-ku, nima qildik endi?" dedilar. Bilqis: "Ularga hadiya yuborib ko'raman. Oltin va kumush, olmos va javharlar bilan to'lib toshgan katta karvon yuboraman. Sulaymonga bu karvonni hadiya qilaman. Agar u da'vo qilganiday payg'ambar bo'lsa, bu mol dunyoni aslo qabul qilmaydi. Bordi-yu dunyo ahlidan bo'lsa, bu pullar bilan uni to'xtatib qolamiz" dedi. Haqiqatda Bilqis ko'zlagan ishni amalga oshirdi. Oltin va kumush, qimmatbaho narsalarga to'lib toshgan katta karvonni jo'natdi. Bu karvonni kimga yubordi? Allohning payg'ambari Sulaymonga. Elchi bu karvonni olib kelganda, Sulaymon "Bu qanday karvon?" deb so'radi. Elchi "Bu senga hadiya" dedi. Sulaymon "Kim menga bunday hadiya qildi?" deb so'radi. "Bu Saba mamlakati malikasi Bilqisdan senga hadiya ey Sulaymon" dedi. Sulaymon buni pora ekanini bildi. Malika Allohning payg'ambarini pora berib sotib olmoqchi. Sulaymon poraga sotiladimi? Sulaymon dunyo matosiga aldanib rozi bo'ladimi? Sulaymon g'azablanib dedi: "Sizlar menga mol dunyo bilan madad bermoqchimisiz? Menga mol dunyo berasizlarmi? Sulaymonning katta mulki bor-ku axir." U dedi: "Sizlar menga mol dunyo bilan madad bermoqchimisiz? U holda bilingizki, Alloh menga ato etgan payg'ambarlik va mulk davlat u zot sizlarga bergan mol dunyodan yaxshiroqdir. Balki sizlar hadiyalaringiz bilan xursand bo'larsizlar, lekin mening unga ehtiyojim yo'qdir." So'ng kelgan elchiga olib kelgan hadiyangni olib,
ortingga qayt, bu mol dunyoning hammasini Belqisni o'ziga olib borib ber dedi. Sulaymon alayhissalom juda g'azablandi. Keyin ayonlarini, sarkardalarini, saroy mulozimlarini to'pladi. Allohning payg'ambari bo'lsa ham saroy ahli bilan maslahatlashib dedi: "Kim menga uning taxtini, hudhud sifatlab uni katta taxti bor ekan deb aytgan o'sha buyuk taxtni tagi tugi bilan kim keltira oladi? Men bu taxtni hoziroq oldimda bo'lishini xohlayman. Bu ayol Alloh taolaga da'vat qilishimdan to'xtatish uchun menga pora bermoqchi bo'ldimi? U o'zini kim deb o'ylayapti? Ular mening huzurimga taslim bo'lib kelishlaridan ilgari bittangiz uni taxtini olib kelsin. Ular yaqinda musulmon bo'lishadi, Allohning diniga kirishadi, menga itoat qilishadi, lekin ular o'zlari kelishlaridan ilgari bittangiz uning taxtini meni huzurimga keltirish kerak. Kim bu ishga qodir?" Alloh taolo Sulaymonga insu jinni bo'ysundirib qo'ygan edi. Shunda jinlardan biri dedi: "Ey Sulaymon, uning taxtini xohlaysanmi? Men peshindan oldin taxtni huzuringga keltirurman." Sulaymon alayhisalom kun chiqqanda ish boshlab, peshin vaqtigacha joyidan turmasdi. Jin Sulaymonga: "Sen mana shu o'rningda bo'lganingda, hali peshin vaqti kirmay turib, u ayolni taxtini oldingda ko'rursan" deydi. Shunda jinlardan bo'lgan ifrit aytdi: "Men uni sen o'rningdan turishingdan ilgari senga keltirurman. Albatta men bunga qodir va ishonchlidirman." Xizmatkorda topilish kerak bo'lgan ikki ulug' sifat: kuchlilik va ishonchlilik. U dedi: "Ey Nabiyulloh, men qodirman, yana men ishonchliman. Men uning taxtini o'rningdan turishingdan oldin senga keltirurman." Sulaymon alayhisalom tongdan peshingacha bo'lgan vaqtni uzoq deb bilib, bunga rozi bo'lmadi. "Kim bundan qisqaroq vaqtda olib keladi?" dedi. Shunda kitobdan ilm berilgan bir zot gapiradi: "U insonmi yoki jinmi, uning kimligi bizga ma'lum emas, lekin Alloh taolo unga ilm ato qilgandi." U: "Ey Sulaymon," dedi, "sen Belqisni taxtini xohlasang, men ko'z ochib yumguncha yoki bir narsaga nazar tashlab ko'zingni uzmasingdanoq taxtni senga keltirurman" dedi. Sulaymon dedi: "Agar shunday qila olsang, bu ishni sen bajargin, menga uning taxtini ko'zimni ochib yumgunimcha keltir." Kitobdan ogohligi bor bo'lgan bir zot esa: "Men uning ko'zingni ochib yumguningcha senga keltirurman" dedi. Sulaymon ko'zini yumib ochgan edi. Oldida Belqisning katta taxtini ko'rdi. Oldida taxtni ko'rgan Sulaymon nima dedi? "Bu Parvardigorimning bergan fazl-u marhamatidandir. Bu Allohning ne'matidir. Bu Parvardigorimning men shukr qilamanmi yoki kufrona ne'mat qilamanmi? Imtihon etish uchun bergan fazl-u marhamatidandir. Kim shukr qilsa bas, albatta u faqat o'z foydasi uchun shukr qilur. Kim kufrona ne'mat qilsa bas, albatta Parvardigorim uning shukr qilishdan behojat va fazl u karam egasidir. Bu Alloh taolaning fazl u marhamati. Men bu ne'matga shukr qilamanmi yo yo'qmi, bu men uchun berilgan sinovdir. Bu qanday katta ne'mat! Alloh taolo Sulaymonga bergan bu qanday katta mulk, bu qanday azizlik!" Sulaymon alayhissalom ko'zlarini yumib ochgan edi. Belqisning katta taxti ko'z oldida Falastinda turibdi. Belqisning o'zi qayerda edi? Yamanda. Falastin bilan Yamanning orasidagi masofani bir o'ylab ko'ringga. Bir ko'z yumib ochgach, taxt uning oldida turibdi. So'ng askarlariga, jinlardan bo'lgan xizmatkorlariga dedi: "Uning taxtini o'zgartirib qo'yinglar. Tepasidagi ziynatlarni pastga, pastidagini tepaga, o'ng tomondagini chapga, chap tomondagini o'ngga qilib o'zgartirib qo'yinglar. U taxtini tanirmikin, yo'qmi?" Endi qachonki Belqis kelib Sulaymon alayhisalomga taslim bo'lgach, Sulaymon undan: "Bu sening taxtingmi? Taxting shunaqami?" deb so'raydi. Belqis ziyrak dono ayol edi. Savoliga ha deb ham, yo'q deb ham javob bermay, xuddi o'shaning o'zi-ku dedi. "Bu meni taxtimning o'zi-ku. Aqlli ziyrak bo'lgani uchun ha meni taxtim deb aytmadi, inkor ham qilmadi. Bunday mo'jiza alomatlarni ko'rib taslim bo'lib kelganmiz" dedi. Belqisni Allohga ibodat qilishidan nima to'sib turgandi? Belqis kofir qavmdan edi. Mana shu Belqisni yolg'iz Allohga ibodat qilishdan to'sib turgan edi. U kofir qavmini o'ylab, qavmining Allohdan boshqaga ibodat qilishini rioya qilib, Allohga iymon keltirmayotgan edi. Bo'lmasa, Allohning dini haq ekaniga uning aqli yetardi. Qisas nuru qisas. Qisas nuru qisas.
قصص نور قصص Bilqis taxtini ko'rib, o'zining qasri qanday bo'lganini yodiga olgach, Sulaymon alayhisalom unga: "Endi meni qasrimga kirgin" dedi. Bilqis qasrga kirdi. Bu qanday qasr? Bu qanday saroy? Bilqis saroyga kirganida oqib turgan daryoni ko'rdi. Bu qanday buyuklik? Saroy ichida daryo. Qanday katta ne'mat bu! Alloh taolo Sulaymon alayhisalomga shunday xizmatkorlarni bo'ysundirib qo'yibdiki, ular ichidan daryo oqib o'tadigan qasr bunyod qilibdilar. Bilqis saroyi ichiga kirdi. U uzun ko'ylak kiyib olgandi. Oqib turgan daryoni ko'rib, etagini ko'tardi. Oyoqlarini ochib suvga qadam qo'ymoqchi bo'ldi. Sulaymon tabassum qilib dedi: "Ey Bilqis, oyoqlaringni ochmagin, sen ko'rib turgan bu daryoni usti qoplab qo'yilgan." Qoplab qo'yilgan? Nima bilan qoplab qo'yilgan? Bu daryo oynalar bilan o'rab qo'yilgan. Sen bu oynalarni ko'rmaysan ey Bilqis. Bu daryo oyna bilan qoplab qo'yilgan. Qo'rqmay yuravergin ey Bilqis. Malikaga saroyga kirgin deyildi. Endi qachonki u saroyni ko'rgach, uni suv to'lqin deb o'ylab oyoqlarini ochgan edi. Daryoga qadam qo'ymoqchi bo'lib etagini ko'tardi. Sulaymon bu oynadan yasalgan baland qasrdir dedi. O'zining taxtini, o'zini saroyini eng katta, eng hashamatli deb bilgan Bilqis hayratga tushdi. Bu mo'jizalarga guvoh bo'lgan Bilqis o'zining xatosini tushunib yetib, Sulaymonni oldiga kelib o'tirdi. Sulaymon alayhisalom Bilqisga Alloh taolaning dinini tanitdi, tavhidning ma'nosini tushuntirdi va Alloh taoladan o'zgaga ibodat qilish mumkin emasligini bayon qildi. Sulaymon alayhisalom Bilqisga Alloh taolaning dinini tanitdi, tavhidning ma'nosini tushuntirdi va Alloh taoladan o'zgaga ibodat qilish mumkin emasligini bayon qildi. Payg'ambar Bilqisga Alloh taolaning dinini ta'lim berdi. Shunda Bilqis shirk keltirib o'ziga zulm qilganini anglab yetib, Parvardigorim, dar haqiqat men quyoshga sig'inish bilan jonimga jabr qilibman. Endi Sulaymon bilan birga barcha olamlar hojasi Allohga bo'ysundim dedi. Bilqis va uning qavmi Alloh taolaga iymon keltirdi. Sulaymon alayhisalom esa Allohning diniga da'vat qilishda, Alloh yo'lida jihad qilishda davom etdi. Kunlardan bir kun Sulaymon alayhisalom jihodga tayyorlangan otlarini tomosha qildi. Bu uchqur, chiniqtirilgan mujohidlar Allohning yo'lida minib jang qiladigan bu otlarga berilib ketib, ko'p vaqt o'tganini sezmay qoldi. Quyosh botib, asr vaqti o'tib ketdi. Sulaymon alayhisalom Alloh uchun o'qiydigan namozini unutib qo'ydi. Eslang, unga bir kuni kechki payt, asr payti. Eslang, unga bir kuni kechki payt gijinglab turguvchi uchqur otlar ro'baro qilingan edi. Shu sababli namoz vaqtini o'tkazib qo'ygach, nadomat chekib Robbisiga istig'for aytdi. Dar haqiqat men Parvardigorimni eslab o'qiydigan namozimdan qolib, bu suyukli otlarni suyib erkalashga berilib ketibman. Men Alloh taolani zikr qilmasdan otlarga qiziqib, ular bilan bo'lib qolibman. Hatto quyosh ham parda ortiga berkinibdi, ya'ni botib ketibdi. Quyosh botib namoz vaqti o'tib ketgandi. Shunda Sulaymon alayhisalom askarlariga hamma otlarni qaytaringlar deb buyruq qildi. Otlarni hammasini Alloh taolo yo'lida qurbonlik qilib, go'shtlarini faqir miskinlarga tarqatib yubordi. U otlarni menga qaytaringlarchi, bas u qilich bilan otlarning oyoq va bo'yinlarini silashga kirishdi. Otlarni hammasini kim uchun so'ydi? Alloh taolo uchun. Otlarni kim uchun qurbonlik qildi? Alloh taolo uchun. Sulaymon alayhisalom otlarni so'yib yubordi. Nima uchun? Birgina namoz vaqti o'tib ketgandi. Namozimga xalaqit bergan narsani men bilan birga bo'lishi mumkin emas. Meni Alloh taolaning zikridan mashg'ul qilib qo'ygan narsa men bilan birga qolishi joiz emas. Ammo ey Sulaymon, sen safar qiladigan otlar, sen jang qiladigan otlarchi ey Sulaymon? Endi Sulaymon nima qiladi? Bu kundan keyin qanday safar qiladi? Otlarni so'yib yuborgandan keyin Sulaymon alayhisalom mamlakatini qanday nazorat qiladi? Sulaymon alayhisalomning shamol bilan qissasi qanday? Uni ko'targan qanday uchar gilam? Sulaymon alayhisalomning jinlar, shaytonlar bilan qissasi qanday?
ular payg'ambarimiz Sulaymon alayhissalomga qanday bo'ysundirilib qo'yildi, u bilan jinlar, shaytonlar orasida nimalar ro'y bergan, Sulaymonga qanday xizmat qilishardi. Jinlar Sulaymonning o'limidan oldin va o'limidan keyin nimalar qilishgan, balkim Sulaymonning o'limi qissasi qanday, Sulaymon alayhissalatu vassalomni o'limi qanday kechgan, Sulaymon qanday o'ldi, o'limining xabari qanday bo'lgan, o'lgandan keyin qancha vaqt qolib ketadi. Bularni Alloh taolaning irodasi ila yaqin fursat ichida bilamiz. Kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha biz bilan birga bo'ling. Sizlarni Allohning panohiga topshirib qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sulaymon pichoqni keltiringlar dedi. Bolani ikkiga bo'lib yuborishdan qo'rqdi. Alloh taolo unga shamolni bo'ysundirish bilan almashtirdi. Bu qanday payg'ambar? Kofirlar, mushriklar bilan qanchalar jang qilmadi. O'limi yaqinlashganda namoz o'qib turardi. Alloh taolo uning jonini oldi. Sulaymon alayhisalom yiqildi. Jinlar, shaytonlar qo'rqar edi. Nabiyulloh to'liq 100 yil uxlaganini bilmadi. Taomingga qaragin, suyaklar jamlanadi. Nabiyulloh Uzayr siqildi. Uzayr alayhisalom birinchi bo'lib eski uyga yuradi. Ey Allohning bandasi, men Uzayrman, men Nabiyullohman. Alloh taolo Uzayrning qalbiga Tavrotning hammasini jo qilib qo'ydi.